Kinolarda qotillar nima uchun avtomobil tormozini kesib qo'yishadi? Kessa nima oqibatlariga olib keladi? Buni tushunish uchun keling avval tormoz qanaqa ishlashini bilib olsak. Sistema tormoz pedali, tormoz vakuum kuchaytirgichi, master silindr yoki asosiy silindr, tormoz rezervuari, gidravlik liniyalar, to'rtta g'ildakda joylashgan ishchi silindrlar, tormoz supporti, rotori va kolodkalardan tashkil topgan. Qachonki pedalni bosganingizda sizdagi mexanik kuch gidravlik kuchga aylanadi. Vakuum kuchaytirgich ana shu mexanik kuchni yanada kuchaytirib beradigan mexanizmdir. Master silindrga o'tkazilgan suyuqlik mexanik bosim oqibatida undagi suyuqlik tormoz liniyalari bo'ylab harakat qilishni boshlaydi va ishchi silindr ichidagi porshenlarni siqadi. Porshen esa tabiiyki kolodkalarni siqib tormozlash effektini hosil qiladi. Tormoz liniyalari rezinadan qilingani uchun uni kesish mumkin. Agar shunaqa qilinsa, tormoz suyuqligi oqib ketadi. Tabiiyki suyuqlikka asoslangan tormozlash effekti o'z-o'zidan yo'qoladi. Shu o'rinda bir maslahat. Tormoz effekti faqatgina tormoz suyuqligiga emas, balki bu jarayonda bevosita qatnashadigan kolodkalarga ham juda bog'liq. Shunday sifatli mahsulotlardan bo'lgan Koreyada ishlab chiqilgan Hanjin kolodkalari esa ideal yechimdir. Sababi u chiyillamaydi va eng muhimi tormozlash masofasini ancha qisqartiradi. Ba'zi bir kolodkalarga o'xshab tormoz disklarini yedirib yubormaydi. Agarda sizga tormozni tuning qilish haqidagi sonlar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning fikringiz shu sonlar haqidagi videolar chiqishiga turtki bo'ladi.